Assalomu alaykum hurmatli chorva YouTube ishqibozlar. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Cho'mbosh Qo'ng'irot mahallasida sotiladigan bir bosh xunojim bor. Shuni ma'lumotlarini olib sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Bugungi sanamiz 18-aprel haftaning shanba kuni. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroylab ko'rsatib ma'lumotlarni olib beramiz. Kimga narxi, sifati yoqsa telefon raqamlari ekranda bo'ladi. Tortinmasdan aloqaga chiqib savdosini qilib olishlaring mumkin. Dehqon dimoli o'zi qo'lbola qilib chiroylab yoshligidan boqqan ekan. Akamiz narxlarni chiroylab aytib bersa, yo'lda qilib beradi. Aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? So'zjon tuzimiz. Aka, O'zimiz charchamayapsizmi? sigirdi bolasi. Aha. Sigirdi bolasi bu? Ha, sigirdi bolasi. Hop. Sigir qilaman degan odam mana sigir qilib bo'ladi-da. Xo'sh, sekin. Jonivor. Yuvosh aka o'zi bu. Ha, yuvosh. Endi bir joyda turgan, endi zerikkanda endi ozgina o'ynab oladi. Tortinchi nariroqqa aka. Bo'ylari necha keladi aka endi buni taxminan? Bo'ylari bilmadim. Endi metr bo'lganda o'lchaman beraveradi. Taxminan 1.25 plus ha? Ha. 1.25 plus sigir qilishga. Bu onasi qancha sut bergan aka? Onasi 12 litr, 13 litr sut berganda. Yaxshi sigirdi bolasi, Sigir xudo xolasa. Chiroylab boqqan odamga endi bitta ayam qiynalyapti buni bo'lmasam. Kamaytirib sotaveramiz. Maşallah. Tortinchi nariyoqqa. Aka, buni yosh oyligi qancha bo'ldi endi? Sigirdi bolasi bo'lsa, bilasiz qachon tug'ilgani. 1,5 yashardan o'tdi. 1,5 yashardan o'tdimi? Kurak tish chiqarib qoldimi? Bilmayman unaqalarni. Buni nech pul baho aytamiz endi aka? Videoni cho'zmaymiz, o'z bitta mol. Qisqa qilamiz, chiroylab. 30 million deymiz, o'tib beraveramiz. Ko'rib beralasizmi kuragini? Ko'rsatmaydi ekan aka, ko'rsatmaydi. Bu bir joyda turib zerikib, ayniqsa ikkita odamdan qochyapti. Qo'yavering aka. Ayollar qaraydi-da bizga-da, erkaklar endi. Ha, bir joyda turgan, zerikkan, shuning uchun hozir arqonda tortsa, molni jahli chiqadi-da baribir. Aka, 30 million deysiz? O'tib beramiz. Qancha o'tib berasiz endi? Endi kelaversinchi o'tib beramiz, kelishtirib beramiz. Kelishtirib berasiz aka. Biz endi nima qilmasak, dehqon bo'lsak, yo'lda qilib beramiz. Endi akalar dehqon, dehqon uyga kelib, buncha etkin tushib bergin deb savdolashgani bo'lmaydi, o'zlaringiz to'g'ri tushunasizlar. Kimga sifat yoqib qolsa, aloqaga chiqaverasizlar, savdosini qilib olaverasizlar. Dehqon har doim baland etadi, arzon sotadi lekin. Mol yeb sog'liklari zo'rmi aka? Voy, zo'r. Somonni so'skalari ham oppoq. Quruq somonni bersa ham yeydi, xudo xolasa. Ha, yeydi. Aka, olib kirib bog'laveringchi, ichkarida turgan joyida tutaylarni ko'rib qo'yingchi. Akalar, mana dehqon xonadoni, xudo xolasa yo'lida qilib beradi, narxda aytaveradi, ishqiboziga yo'lida qilib beradi, xudo xolasa. Mana tutaylar 4 ta, uzun 4 joyda ortchalar yo'q ekan. Ishlarni ham ko'rsatib qo'yingchi. Mana sigirdi bolasi basmi bu? Yo'q, boshqa bu. Bu boshqa narsa. Mana somonni yeb ichishlar akalar, xudo xolasa ko'ringlar. Muhimi, yeb ichib turibdi, bozorga chiqmagan, dehqon xonadonida vaksinalar qilingan, Ha, qilingan. Vaksinalar qilingan, toza xonadondan olaman deganlarga tavsiya qilib qolamiz. Kelaverasizlar, Farg'ona viloyati Buvayda tuman Cho'mbosh Qo'ng'irot mahallasi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.